YouTube platformasida kuzatib borayotgan obunachilar, sizlarga yana bir yangiliklarni ko'rsatib boramiz. 2026-yil 21-may. Yangi sortlar Ukrainskiy mintopol giloslarimiz. Holatlariga bittadan laklab bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana. Sizlarga doimiy ta'kidlab o'tganman, obunachilar, o'zini o'zi changlatadigan gilosga o'tish kerak. Valavoy sersada to'g'ri sachilyapti mana. Valavoy sersa xuddi shu holatda. Bitta tupi, misol 15 yoshli gilosimiz, bu 5 yoshli gilos. Hosilda qarang. O'zlaring baho berib o'taverasizlar obunachilar. Hozir uzish jarayonlari ketyapti. Mana. Obunachilar ashinaqa karzinkaga uziladi bu ham. Mana holati. O'ta zo'r. 28 kalibr bor. Mana xuddi shu holatda. Mana uzilyapti. O'g'irli mahalda o'zini o'zi yashiradi, lekin yiriklashgan sari, rang olgan sari g'uj-g'uj. Oldin Xitoyda, Kanadada ko'rardilaring bunaqa mevali giloslarni. Ana. Albatta buni reklama qilishimizdan maqsadimiz obunachilar, qiziqqanlarga pastga raqam qo'yib qo'yamiz. Agronomlik, bog' qilmoqchi bo'lsam, qanaqa bir nimalar desalaring. Mana uni qaranglar. Sog' bo'linglar, iloyim salomat bo'linglar.